Mening ismim Adam. Etner podshohligining shahzodasi. Bu yerda sirliq Galiskar qalasi bor. Bu yo'lbars mening eng yaxshi do'stim. Menda sirliq kuch-quvvat bor. Lazım bo'lganda shamshirimni chiqarib, qattiq tovlayman. Bol kuch-quvvat ato Bu çağda yo'lbars Arish yo'lisiga aylanadi. Men Hiymanga, olamdagi eng qudratli odamga aylanaman. Mening o'zgarish sirimni do'stim Shatutberi so'zsiz. Yasao, Dinki va Olko uch kishini biladi. Biz birlikda razillik manbai Ilantaq qalasini kelgan olbaslar bilan kurash qilamiz. Osman, narsa taqoldi, to'shig'in. Bu ajdar tuxumlari va marvoyatlarni morman sozliqdan tepib. Bu kalva bu narsani men bilan etlarni boshqarish huquqiga almashtirmoqchi. Bu bularning qimmatini qilchi bilmaydi. O çaydahaga. Osman, to'sib ol. Men buyruq qilyaptim, to'xta. O tuxumlarni qo'g'dimoqchi skeletcha. Men uni tizgilayamaydigan o'xshayman. Qaraganda biz qaytsak bo'g'dak. Aqlli ekansan, hayvon bosh. Mening buyrug'imsiz ketishni o'ylama. Osman, tez uchar mashina haydabman. Tez harakat qil. Sen nimenga unchilik qilsa, hamisha men qo'l siltiysan. Ananga. Uyoq. Oldu kichik ajdarlar. Sizlar darhol yangi uyga kirsizlar. Bu oxirgi bir sayg'u o'qi. Men bekçi qilib ketdim. Agar ikki o'qi bo'lib qolgan bo'lsang, ikki kishilik aytdim. Bu char yomon emaskan. Agar 4 o'qi bo'lsa, 4 kishilik yeymandimi? Mendan 4 bor bo'ldi. Men aytalaymanki, mening sevgarligim cho'qim 4 asli nima bo'ldi? Senda nasnanda, bilarsan, nanda. Yo, nanda, bilarsan, nanda, bilarsan, nanda. Nanda. Hey, bo'ldi, jidal qilmanglar. Sizlar nima uchun o'zaro hamkorlashmaysizlar? Bir niyatda hamkorlashganda masalani hal qilib bo'ladi emasmi? Hamkorlashganda? Vaziyat chataq vaqtda hamkorlashsalar, vaziyatni o'ng'ishig'ili bo'ladi. Bo'ladi. Biz sinab ko'raylik. Muhabbet kazandım. Bu hakikaten ko'ngildagidek ish bo'ldi. Meni sehri bilan titrtanmaydi u.
Bilmem. Adam, muhafazaçılar başla. Bu kichik ajdahoni yoqtirmaydigan daqidimi? Adam! Kel ejdaha boshliq olmasdi. Mening karomatimni ko'rib qo'y. Heyman, kimdansan? Yavaş bol şundak. Heyman, yardım gerek mi? Elbette yardım köp olsa yaxşı emas mı? Keldi. Tayyorlik tutdimi? Bu taqobil turish eng qiyin bo'lgan ejdaho ekan. Tek güzelmidi. Moşundak bolsa teximi yaxşı. Oy. Ah. Nima degan o'ng'ay, ha? Men bir narsa tepib band qilish nurini sinaq qilishni o'ylayotgandim. U oz deganda bir necha soat midirlayolmaydi. Bu ejderha zodi nereden kelgendi? Bosman'dan hayvanlarını kontrol kılış iktidarı var. Lekin İskilit Şah Bosman'ını kontrol kılıdı. Mening kuch qudratim tugamas. O'zim buni his qilyapman. Ammo sana men uncha vala qoyil emas. Kunlarning birida nimaning tugamas kuch qudrat ekanligini ko'rsatib qo'yma. Nima dedim? Ahmoq. Eshitdimi demidim, Iskilit Shoh. Yaxshi. Qon zardobi so'kiganning unumi bo'ldi. Kichik ejdaho 1 minutga bormayli cho'ng ejdahoga aylandi. Agar buni qoltisgan desam, uningdimi qoltisini ko'rsatib qo'yaman. Qara, men ejdaho marvoyatni qondoq bir taraf qildi ekanman. Hila, ayrıpılan zerbi düşürdü. O, Haqiqatan hiyliq ejderhanın zarbisi uçturgandı. doğru, sen nereden bildin? Ejderha tuxumi osmondan tushib Itnir podshohligining hamma joylarini qopladi. Qara. Sening ulgudaydigan baxtingmi bo'lib qoldi? O't cho'chadigan atlar. Hilimi yaxshi, dadam band qilish nurini yasab tikan. Tez bol! Oy! Hay! Moşunda kılsak o birden aramalı. Ejdaho tutishma odamni hodirib qo'ydik-a. Ehtimal dem alıdığan vakit kalmadı. Yani teximi köp ejdahalar sırlık tağda turuptu. Mening planim haqiqatan karomat bo'pti. Xeyman ular bilan ejderhoning tajovuziga taqobil tursin. Biz fursatdan foydalanib Galiskar qal'asini ishg'ol qilgan bo'ldik. Arsh ishiga shu joyga tutishdi. Yuringlar. Bizning yeni makonimiz Galiskar qal'asi. Biz kiremeyiz. Her qitim kirmekçi olsa hiymen bilen sosunu tutup oldu. Xeyman ketdi.
Sosiris'e kelsak, u bo'lgan taqdirdami hargiz Ejderha Marvoyitning raqibi emas. Sosiris, men Galiskar qalasi kirdigan bo'ldim. Qani? Batir olsang chiqmamsan. Şundaq, mən gəldim. Sən texi mening rəqibim emas. Skilitcha, ilan teğinga qayt. Sən buzğunçılıq qılmasanmı, bizning avarçılığımız yetib aşıdı. Avarçılık? Ben sana nemenin avarçılık ekanligini ko'rsatib qo'yay. Aydin, sehri kuchug'ini darhol bu yerga yiqqin. Ajdar Marvoyit o'z kuchini 100 hassa oshirsin. Mən yardımga muhtaç. Hey mən. Hey mən, tez Galiskar qalasi kel. Tez bulunla, Sosiris chaqiryotidu. Galiskar qalasida chatoq chiqibdi. Sosiris Ejderha Marvoyit ishiga solinib qoldi. Bu kun oxiri yetib keldi. Galiskar qalasi barliq maxfiyati bilan qo'limga tushdi. Feyman endi Galiskar qalasi qadam basolmaydi. Galiskar ne bo'lib ketdi? Feyman, Galiskar qalasi mening ilkimga o'tdi. Sosiris asirga tushdi. Ajdar Marvoyiti va uning sehri kuchi bilan butun Etner podshohligi mening ilkimga o'tdi. Her qandaq qoral və sehri güc İskili şahının güclü müdafiəsini bösüb ötəmidi, vəziyyət çataq durudu. Bir niyetde hemkarlaşkandılar, yaman vaziyetini oңuşuğulu buludu. He? To'g'ri, men shahzoda odamning bir niyatda hamkorlashganda yomon vaziyatni o'shg'ul bo'ldi degan so'zni esda tutib oldim. Del şundak, biz barlık ejderhalarını bir joyga yig'ayli. Ammo ulan bosman tizgilib olgan. Undaqda biz bosmanni kontrol qilayli. Tez! Sosirisning Ejderha Marvoyitdan qaytib ketamaydiganligiga ishonching bormi? Ben Ejderha Marvoyitini ilan tegiga opirib etdim. Galiskar qalasidan ayrilsa, Sosirisning qarshilik kuchi qolmaydi. Ejderha Marvoyiti kuchni asta simirib oladi. Shundan keyin u mangu Ejderha Marvoyitning bir qismiga aylanib qoladi. Kuch qudrati menga taalluq. İlan teği, esda biz iskilitchaqning qopqiniga tushdikmi nima? Bo'ldi tavakkul. Galiskarni qutqizishning g'albalik bo'lish bo'lmasligini mush qadam belgilaydi. Bu joy bek qo'rqinchli ekan. U bizga bosmanning izini tep berishi mumkin. Sen beni chaqiryapsan, Xiyman.
Ben senin üzerkesin yok değil mi? Xeyman, chekinib bıraktı. Endi jim turdigan bo'ldi. Emdi, növbet sana geldi ejdahar. Bosma ulan tizgilibamısıla. Bu ejdahala anç yaman emasken. Ulanı elip banaylı, biz ot gücünü merkezleştirip iskelet şahının müdafiyasiga hücum kılaylı. Sendek varsa. Ana ejdahar çok olmuş etrafta buluş mümkün. O bizge az katıdı. Stratos, ajablanarlik ish. Barliq ejdaholar do'sib ketdi. Şundak, Heymen bilen değil, çokum bosmanını taptı. Ulanı galışkarıga ip baraylı. Ejdahala bizning galiskara kirishimizga qanday yordam berdi? Yana qandaqsi bo'lsin, hamkorlashish unutib qoldingmi? Ejdaholar, o't chechinglar. G'alaba qilishga bo'ladi-ki, mag'lub bo'lishga bo'lmaydi. Nima? Oko to'g'ri debdi. Barliq ejdaholar bir niyat o'tkazdilar. Iskelet shahning kuchli mudofaasi bosib to'sganmaydi. Ulan to'sanglar! Ayağımda menimce... Iskelet shah, to'xta! Degan xatarlik. Sheriklarim baloga uchirdi. Men xatardan qutuldum. Yaxshi kunlaring uzunga bormidi. O'z beshinga chiqdi iskelet şah. Yo'q, kiramiz. Men yengdim, Xiyman. Sening sosirisni ejderha marvoyatga kirgizib oldim. Uning kuch qudrati menga tava. Hay! Qutquzinglar! Qutquzinglar! İskelet şah, kımırlama! Xiyman, sen haqiqatan ahmoqkansan. Meni qutquzmasang bo'lardi. Qaraganda hayatni men seningdan bekrak qadrlaydigan emas, iskelet şah. Ammo men buni qadrlayman. Oxirgi qatim ko'rib ol, keyin ko'rolmaysan. Yo'q. Bo'ldi. Endi u iziz sosirisni ko'rolmaydigan bo'ldim. Ha. Rahmet sana. Oldu, biz kayıp gidelim. Bu oxirgi birsi qog'onlari opisining uyini uchib ketdi. Eyvilin ve iskelet şahның başka yardımcıları qandaq oldu. Eyvilang sehrigarlik bilan yana bir arsh ishiga tepib, shu joydan qochib ketdi. Oh, men ularning keçip ketganligiga bek afsuslanaman. Lekin meningcha ular yana jazman keladi. Qaranglar, bir kichik ejdahoni olib qilib boqqan bo'lsak, qiziqarli bo'ladi. Hay, men shunday qo'shgandayman. Ostara. Unda qimmat bo'ladi.
Şahrazil sihri güç bilen hayvanlarını tizgirlep etler padişahlığını işgal kılmakçı boldu. Lekin hayvanlarmı başka canlıklarga okşaş, hem